Assalomu alaykum hammaga. Siz Mafilm News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan juda ham ko'p muxlislar tomonidan so'ralgan u Deriga xush kelibsiz serialini to'liq tahlil qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki serial voqealari 2017 va 2009 yillarda chiqqan u filmlarga bog'langan va siz shu qismini tushunmagansiz. Men esa to'liq qilib tushuntirib beraman va serial haqida o'z fikrimni ham eshitasizlar. Qani unda boshladik. Serialda bizga 2017-yildan boshlangan u filmida javobsiz qolgan savollarga serialda to'liq javob berishdi. Masalan, u ya'ni masxaraboz qayerdan qachon kelgani, nega Deridan tashqariga chiqmasligini va nega u masxaraboz ko'rinishligini ham ko'rdik va serialda masxarabozning qizini ham ko'rsatishdi. Hozirdan aytib qo'yaman, u Deriga xush kelibsiz serialining barcha qismlarini va u haqida ikkita filmni kino kanalimdan ko'rsanglar bo'ladi. O'zbek tilida va yuqori sifatda. Silkasi opisaniyada. Xullas serial 27 yildan keyin masxarabozning uyg'onishi va bolalarni qo'rqitib yeyishi bilan boshlanadi. 3-4 qismlargacha. Undan keyin hamma sirlar ochilishni boshlaydi. Harbiylar masxarabozning uyasini qidirishadi va guruh uy boshladi. Ular kirgan mana bu uyni yaxshi bilasizlar. 2017-yilgi u filmida ham bolalar shu uyga kirib, quduq va kanalizatsiya orqali masxarabozning uyini topishganda, serialda esa masxaraboz harbiylarning hammasini o'ldirdi, faqat ikkitasi tirik qoldi. Serialda masxarabozning yerga qanday kelgani aniq va tushunarli qilib ko'rsatildi. Masxaraboz asrida o'zga sayyoralik hayot yeyuvchi mavjudot. U ancha ming yillar oldin hozirgi Deriga meteorit orqali kelgan va yerga meteorit qattiq urilgandan u parchalanib ketgan va ichidan o'lim yorug'ligi chiqib ketgan. Tushunishli uchun asteroid uning qamog'i bo'lgan. O'sha vaqtda hindular Derining qo'riqchilari edi, lekin u paydo bo'lgach, ular u yashaydigan o'rmonga o'tishmasdi, u ham o'z zonasidan chiqmasdi. Lekin zamon rivojlandi va Kabola hindularning ogohlantirishiga qaramay o'rmonga kirishadi va 30 xil kishining hammasi o'ladi va u kuch to'plagach o'rmondan tashqariga chiqishni boshlaydi va hindular sardori meteorit tushgan kunda undan bir bo'lak olganda o'sha bo'lak ularni himoya qilardi, lekin u kuch yegach bu bo'lak kuchsizlik qiladi va serialning so'nggi qismlarida shu kichik bo'lak bilan butun dunyoni asrab qolishadi. Keyin hindular meteorit tushgan joyga borib, uning hamma bo'laklarini olishadi va uning o'rmon atrofiga ko'mib chiqishadi. Shunday qilib hindular u uchun qafas qurishadi. Shuning uchun u Deridan chiqib keta olmaydi. Masxaraboz shaklida yushiga sabab nima? Video boshida aytdim, masxarabozning qizi bor deb, o'lim yorug'ligi bola shakliga kirib, masxarabozning tomosha ko'rsatib, hamma bolalarning e'tiborini tortayotganini ko'radi. U aslida oddiy odam va qizi bilan har kuni chiqishlar qilardi. Sekda ham bir kuni u masxaraboz kiyimida o'rmonda turganida o'lim yorug'ligi bola shakliga kirib, masxarabozning oldiga kelib, bolalarning e'tiborini tortar ekansan, hamma senga qararkan kabi gaplar gapiradi va onamni o'rmonda yo'qotib qo'ydim deydi. Shunaqa qilib masxarabozni o'rmonga kirib ketadi va o'lim yorug'ligi uni o'ldirib, tanasini oladi. Shunaqa qilib o'lim yorug'ligi masxarabozga aylanadi. Qizi esa yetim qoladi, lekin otasi har doim uning ichidaligini his qiladi. Boyetdim, u Deridan qafaslar tufayli chiqib keta olmaydi deb, lekin chiqishiga yo'l ochiladi. Harbiylarni kurtiga qichib bitta ko'milgan toshni olishadi. Natijada uyquga ketgan masxaraboz buni sezib uyg'onadi. Serialda har bir tosh bir uyg'un organizm deyilgan, ya'ni bir-biriga ulangan. Agar bittasi ham olinsa yo'l ochiladi, lekin masxaraboz chiqib keta olmaydi. Hindular meteoritdan olgan bo'lakni o'zlarida qoldirishgan va o'sha bo'lakni bolalar masxaraboz chiqib keta olmasligi uchun daraxtga ko'mishadi va masxaraboz yana qamoq ichida qoladi. Shu bilan serial tugaydi va serial so'ngida 2017-yilda chiqqan u filmidagi Beverlyni ko'rsatishadi. Masxaraboz Deridan chiqib ketayotganda esa Richini ham ko'ramiz. Ularni nega ko'rdik va ular qayerdan paydo bo'lishdi? Serialdagi March, ya'ni mamma qizi, kelajakdagi o'g'li Richi bo'lar ekan, ya'ni mamma bola. Masxaraboz Marchga qarab, "Seni kelajakdagi o'g'ling va uni do'stlari meni tamom qilishdi." Bundan shuni bilish mumkinki, masxaraboz Richi tug'ilmasligi uchun 70 ga qaytib, onasini o'ldirishga kelgan va 2017-yilda bo'lgan boshqa hamma bolalarning ham onasini o'ldirish uchun 70 ga qaytgan. Endi Beverly haqida. Beverlyning onasi o'lgan, otasi bilan yashaydi. Serialda onasi ruhiy kasalliklar shifoxonasida o'zini osib qo'yadi va o'sha yerda masxarabozning qizi Beverlyga "Bu yerda o'lishganlar o'lishmaydi" deydi. Masxarabozning qizini Beverly 2009-yilgi u filmida ko'rgan, ya'ni shu qari ko'rinishida. Endi uni yana yoshligida ko'ryapti. Mamma rasmdagi qarasanglar yaxshiroq tushunasizlar. Beverlyning onasi serialdagi mamma qiz. Bu qizni yoshligida ham ruhiy kasali bor edi. Buni serialda ham ko'rdik. Xullas, hamma 2017-yildagi chiqqan bolalarning hammasi serialdagi bolalarga bog'liq. Masxarabozning
Sarkozning qizi ichi bo'yicha uning o'limi yangi hayot degan ekan. Ya'ni uni o'ldirsa, u yangi hayotda tug'iladi yoki u kelajakdan kelib sekin o'tmishga qaytyapti. Serialda shu ikkita nazariya aytildi. Xullas, hali masxarabozning o'ldirish yo'li topilmadi va serialning ikkinchi sezoni ham aniq chiqadi. Unda biz eski u filmlardagi bolalarni ko'ramiz. Tepada aytgan masxarabozning qanday paydo bo'lgani, yerga kelgani, nega deridan chiqmasligi va eski voqealar serialning asosiy syujeti. Qolgan voqealar esa bolalarning o'limi, askarlarning qidiruvidan iborat. Serial haqida o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, serial zo'r chiqqan va eng asosiysi 90-yillar vibe shunchaki dahshat. Hamma narsa uylar ham o'sha yildagidek va serialning 8-qismi IMDb reytingdan 10 ballga arziydi. Serialga harbiylar aralashgani esa serialni yanada masshtabliroq va janglarga boy qilgan. Shunday ekan, serialni bemalol ko'ringlar. Serialga men 10 dan 10 ball qo'yaman. U Deriga xush kelibsiz serialning barcha qismlarini va u haqida ikkita filmni kino kanalidan ko'rsanglar bo'ladi. Silkasi esa opisaniyada. Bugungi videoda sizlar bilan u Deriga xush kelibsiz serialni to'liq tahlilni qildik va serial haqida gaplashdik va video haqida va serial haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq va agar qiziq bo'lsa, yana u haqida videolar chiqaraman. Oxirgacha ko'rganlar uchun esa rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsangiz hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli tahlil videolarda ko'rishguncha